Bunaqasi bo'lmagan uy sharoitida juda katta daromad topsangiz bo'ladi. Eng qizig'i oilaviy. Ravshanbek yaxshi bizneslardan bo'lsa, tavsiya qilib o'ting. Oilaviy opa-singillar, ayollarimiz bilan qilamiz deganlarga oqqand biznesi bo'ladi. Hech qachon o'lmaydi, sezon tanlamaydi. Yaxshi tomoni opa-singillarimiz ham uy sharoitida ishlab chiqarsa bo'ladi. Xo'p, buni ma'lumotini berib o'tadigan bo'lsa, 220 ga ishlaydi. Xo'p, общий tok расход qancha qiladi deganlarga 5000 so'm qiladi xolos. Общий kompressorlar bilan hisoblaganda bir sutkasiga 15000 so'm расход qiladi xolos. Bu ovqat apparatimiz nержавейкаdan bo'ladi, zaylamaydi, boshqa bo'lmaydi, bemalol xizmatini qilib beraveradi. Undan tashqari soatiga qancha chiqaradi deganlarga 200 kilodan 350 kilogacha 1 soatda ishlab chiqarib beradi. Xo'p, yaxshi tomonlar shu. Undan tashqari bitta preslaganda qancha preslaydi deganlarga bitta presda 81 ta preslaydi. Xo'p, razmerini o'zingizni bemalol razmeringizga qarab moslavasingiz bo'ladi. Joyingizda qaysi katta kichikligiga qarab. Narxi nech pul deganlarga 2500 dollardan boshlab 3700 dollargacha chiroyli holatda qilib beriladi. Ravshanbek garantiyasi bormi deganlarga garantiyasini 6 oyga garantiyasini qilib berishar ekan. Keyinchalik mabodo tushunmagan narsangizni yana bemalol so'rasangiz bo'lar ekan. Dastlabki bormi deganlarga dastlabki Toshkent shahar atrofiga qilib berilar ekan. Bunaqa biznes topolmaysizlar. Tonnalab oqand biznesini ishlab chiqarib turib, atroflarga tarqatib, oyiga kamida 5000 dollar daromad qilsangiz bo'ladi. Nomerlar qoldiramiz, telefon qiling.